Doston aka, interessalarga bitta obzor ko'raylik aka. O'zbekiston qaysi interessalarni ko'rsatyapsizmi? Assalomu alaykum, Santexnik o'quv mijozlari. Xo'p, bizda Xitoydan kirib kelgan yangi unitazlarimizdan bor. Intellatsion unitazlar. Bunaqa assortiment hamma joyda ham yo'q. Biz Kamina Taxta bozorida joyimiz. Narxlar xudo xohlasa optim narxda chiqqan. Kachitalar yaxshi, xijolat qilmaydi. Xitoyda mahsulotlari, ranglarni bitta ko'rsatavering. Ranglar har xil ranglardan bor. Akalar kelaverasizlar. Narxlarni optim narxda qilib hisoblab beramiz. Do'konchilarimiz ham aloqaga chiqishlari mumkin. Obzorimizda unitazimiz Xitoyda mahsuloti, kachitasi zo'r, xijolat qilmaydi, sarg'ayib ketmaydi, trishini tushmaydi, joyiga ekonom qilasiz. Hop, o'tirganingizda charcharatmaydi. Vesiz 300 kilogacha ko'taraveradi. Narxini saytdan narxda qilib beraveramiz. Dastavka xizmatlarimiz bor. Farg'ona viloyati bo'ylab dastavka qilib beraveramiz. Narxlar optim narxda. Fidellarimiz ham bor. Quvada, Oltiarda, Marg'ilonda fidellarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Narxlarni chiroyli narxda qilib beramiz akalar. Keyin bu unitazlarimizda ranglari xohlagan ranglaringda bor. Buni o'tirganingizda charcharatmaydi, siz charcharatmaydi. Bu yuvishlar ham tornado yuvadi. Ya'ni tornado deganda aylantirib yuvadi, xijolat qilmaydi. Hozirgi joy ekonom qilayotgan joylarni yollaydigan bo'lsak, unitaz qo'yganda ko'p joyda odamlarning joyi tor bo'ladi. Joy ekonom qilaydi deydi. O'sha ekonom qilish uchun bu ayni muddao eng yaxshi sotilayotgan unitaz. Mana shu hozir joydan ham 15-20 sm qo'ygan unitazlarga nisbatan joy ekonom qilaverasiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Yetkazib berish xizmati bor, dastavkamiz ishlayapti. Aloqadamiz.